Assalamu alaykum. Kitap o'qish munbiri Avlodlar tor betiga xush keldingiz. Mening ismim Nuriya Rahman. Tövende anglaydiganingiz Mamtimin Hoşurning Nozugum namli povesti. Davomi. 4-bob. Xayr, azizona Qashqar. Xayr qizim nozugum, aqli toza yulduzum, külpat tushdi beshinga, tutqun bo'lding qunduzum. Xalq dastoni nozugumdin. Tutqunlarni iliq elib mangdigan kuni Çin lashkarlari bütün shahar xalqini Yarbaq darvosi oldiga haydab chiqdi. Ular xonga qarshi chiquvchilarning taqdiri qandoq bo'ladiganligini ko'rsatib, puhralarning yurakini qattiq bir mujmoqchi edi. Darvoza oldidagi yangidan o'rnatilgan egiz darda necha o'nlagan odam boshlari pulanglab turadi. Lashkarlar tuman bo'yidagi jangda tirik qo'lga tushganlar ichidan ishqi yaraydi deb qaraganlarini tanlab elib, qeri cho'ri balalarning hammasini o'ltirib bu yerga asqan edi. Darvoza oldiga yig'ilgan odamlar ichida yaktak kiygan oqsoqol bovaylar, ko'zlari yashanqiragan mo'maylar, to'p ichida qistilishib yurgan yalang'och bolalar, qo'llari qadoqlashgan kasiblar, aptapda qaraygan dehqonlar ko'zga ko'proq cheliqadi. Çin amaldorlari shahar xalqiga bir mujan qalmay Yarbaq darvosi oldiga chiqsin deb buyruq tushirgan bo'lsa-mu, bu odamlar ichida yoshlar ko'rinmaydi. Yaqinqi yillar ichida arq-arqidan bo'lgan yig'iliqlar tufayli yoshlar o'lib tugagan. Az qolgan bir qism o'g'il qizlarni xalq Çin amaldorlarining ko'zidan qochirib yoshirishgan edi. Keldi degan ovozlar bilan tang odamlar to'pi tavirinib shahar darvosi ichidagi yo'lga oqdi. Yiroqdan qo'yuq chang ko'tarilib, otliq lashkarlar chepib kelmoqda edi. Ular yo'pirilib kelayotgan odamlar to'pini rahimsiz qamchilab, otqa dastib, ikki tarafga surib yo'l ochadi. Arqadan qatorlashib kelayotgan to'ga karvoni ko'rindi. Bu to'glarga yo'lda lozimatlik narsalardan boshqa qimmat baholiq har xil mollar, boylarning do'konlaridan bulib elishgan to'p ipak raxtlar, Hindi, İran savdogarlarining savdo saroylaridan musodara qilingan turlik bo'yoq, ipar va boshqa puroqliq dori-darmonlar, xonga sovg'a qilingan oltin, kumush, gilam, esil mis jabduqlar, marvoyit va boshqa qimmat baholiq toshlar qachlangan sanduqlar ortilgan edi. Bu mollarni yuzlab lashkar qo'riqdab kelmoqda edi. To'ga karvonining orqasidan bir-biriga chetib bog'langan necha yuz tutqun so'rilib keladi. Bu surgunlarning atrofini otliq lashkarlar qo'rshigan bo'lib, ular qilishlarini yalang'ashlab, o'zlariga surlik tus berishga tirishib, yediyib mengishadi. Ey xaloyiq, yo'l beringlar. Bulardan ibrat elinglar. Xonga qarshi qo'l ko'tarish cho'ng gunoh. Sürgünler topu oldida palaqlab kelayotgan pakar bo'yliq, soqolliq kelgan odam kanini kerib, ana shundoq varqirab kelmoqda edi. Uning uzun parija chopini oyig'iga yo'gishib, ittik mengishiga qarshilik qiladi. Orqadagi otliq lashkar ot ustidan engishib, uni qamchi bilan pat-pat noqib, chapsam mengishga undaydi. Sada xo'ja deb g'azabga keldi yo'l chetidagi kishilar orasida turgan Hasan Darvish va "Tufi munofiq" deb yerga tükirdi. Tutqunlar shahar darvozasi oldiga to'plangan xaloyiq orasidan o'tganda o'zlarining o'g'il qizlarini to'nigan odamlar qo'l sunib qarindoshlarga esildi. Çin lashkarlari ularni otlarining ko'ksi bilan urib yiqitib otga
çayletip ötüşke başladı. Ayak astadaki topalak yol bir demdila qıp-qızıl qanğa boyaldı. Hasan Derviş bu horluqlarını körüşke çıdamay közünü məhkəm yumdu. Şu çağ sürgünler içidin bir kızның yangraq avazda etqan naqşisi kötürüldü. Ni yigitler, sulun kızlar, erik yolida qanğı patdı. Zalim jallat məsumlarning başlarıga qilish çapdı. Derviş uyqusudan uyg'ongandek bo'lib, ko'zlarini yo'g'on ochdi. Qashqar xalqi o'zining suyumlik farzandini to'nidi. Nozugumning ustidagi uzun atlas ko'nglakning rangi kun nurida o'ngan bo'lib, uning uzun qora sochlari sag'risidan eshib tashlanib turadi. Chek sochlarining orasidan chiqqan qizil qon sol peshonasini bo'ylab eqib tushib, qop-qora qoshlari ustida uyib qolgan edi. Qiz atrofdagi qarindoshlariga to'ymay qaraydi va uning ko'zlari to'p ichidan kimlarnidir izlaydi. Xayr xo'sh, dardmand dada, g'amguzorim, yaxshi qol. Ko'zlarim oqu qarisi, tandi jonim, yaxshi qol. Billa o'ynab, billa o'sgan yoru do'stlar, yaxshi qol. Kindik qinim to'kilgan Qashqar shahrim, yaxshi qol. Jenim qizim, seni Xudoning o'ziga topshirdim. Xudo sening jimi mushkulingni oson qilsin. Top ichida turgan Yusuf ustas qiziga talmurib, ana shundoq pichirladi. O mushu bir necha kun ichida texami judab ketgan edi. Yusuf qizini bearam qilmaslik uchun top oldiga o'tmadi. O'zining titrab turgan qo'llari bilan g'asi tayiqini mahkam tutqunicha odamlar orqasida turib, qiziga beg'ishlagan eng yaxshi duolarini, yurak so'zlarini, to'qigan nazmlarini pichirlab aytib qoldi. Sürgünler yiroqlashgan siri qum qarindoshlaridan ayrilgan xalqning yig'izari avish oldi. Uzab ketayotgan sürgünler dam-dam orqasiga qarab, al makonidan ko'z uzalmaydi. Başlarını yalangashlangan qilish ostiga tutib ketayotgan bu odamlarning taqdiri nima bo'lar? Ularga yana o'z yurtlarga qaytib kelib, Tuman daryosining lazzatlik suvlaridan o'chimlab ichishga nasib bo'larmi? Xayr, azizona Qashqar. Xayr, ilm, ma'rifat, hunar, san'at makoni. Beşinci bab. Çayxonadagi uchrashish. Otlarni to'qib qo'ydim, fursat kutib yotarman. Yorg'a bergan ahdam bor, uni cho'qim toparman. Xalq dastoni Nozugumdan. Burutlari amdila xat tartishga boshlagan bir yigit to'puluq harbi yo'lida otliq kelyotdi. Atrofidagi dalalarda cho'l to'rg'iyi churuqlashatdi. Yiroqdagi to'g'raqliqlardan kakkuk ovozi keladi. Yo'g'on chaqliq yar-yar harvini haydab ketib borgan dehqon so'zib naqsh aytadi. Uning naqshisi maysirag'an chaqlarning g'ichirlishi bilan qo'shilib, ochiq bir faryodga o'xshashib ketadi. Otliq yigitning xiyoli Qashqarda uchib yuradi. Buningdan 2 yil ilgari u shu yerdan yori bilan xo'shlashib chiqqan edi. Zilva bo'yli qiz shu chaqda naqshlik darvozasining qanotiga yo'linib turib, yo'g'on shahla ko'zlari bilan uni uzitib qolgan edi. Xayr Nozugum, dushman bo'sug'ida turgan chaqda uyda kitob varaqlab o'ltirish yigitning ishi emas. Men ketdim, omon bo'ling, degan edi yigit shu chaqda. Men sizni to'smayman,
cho'qim qaytib keling, degan edi qiz. Mana aradan 2 yilcha o'tdi. Shu yillarda Qashqar shahrining atrofi tinjimedi. Yigitmi va'da qilgan yarining qishig'a qaytib borolmadi. Uning kuni taklimakonni yaqilab ketgan cho'l yo'llarida Çin lashkarlarga ofat selish bilan o'tdi. U bozorlari odamlar bilan to'lib turadigan shavqulliq qadimiy shahrini, qirg'oqlari bukkida talliqlar bilan qoplangan tuman daryosini, orqasida anarliq beg'abar ho'ylini, kichikidin beshini silab o'stirgan ustozini, abjil qo'shoqlarni qo'shib naqshi qilib aytadigan qadrdon qizni bakmi seg'ingan edi. Çöllərdə içilgan dala gülləri, yegana anlanadigan kakkuk ovozi, bahardagi yeşil maysalar, janubdan qatarlashib kelayotgan qushlar, bularning hammasi yigitga o'tgan kunlarni eslatib, uning seg'inishini kuchaytdi. Çin lashkarlarining bu qitimqi bostirishi yigitning Qashqarga qaytish umidini biraqla yo'q chiqardi. Yigit shunda xiyallari bilan Aqsu shahri ichiga yetib keldi. Shahar namratlar bilan to'lib ketgan edi. Qo'l sunib turgan jul-jul kiyimlik tilamchilar qadamda bir uchraydi. Cho'ng masjidning oldidagi saynada bir qeyri maddoh atrofiga odam yig'olmay kuchinib varqiraydi. Odamlar ko'chalarning do'qmushlariga, choyxonalariga to'plashib olgan bo'lib, Çin lashkarlarining Qashqar shahridagi qonli qirg'inchiligi va boshqa vahimalar ustida qo'rqinchga tushib param qilishadi. Anglag'uvchilar uchun bu gaplar jangnomalardagi har qanday rivoyatlardan qiziq va dahshatli tuyuladi. Hamma joyni ansizchilik bosgan edi. Yo'g'on so'gatning soyisida choch elayotgan uzun quloq satrash atrofidagilarga Qashqar shahridan haydab kelayotgan surgunlarning bugun atining ichida Aqsu atrofidan o'tadiganligi haqidagi eng yangi xabarlarni so'zlab, atrofiga o'lishib gap anglayotganlarni hayratda qoldirib, hozirlanmoqda edi. Bozor rastallaridagi ishiklari qora sirlangan do'konlarda o'ltirgan savdogarlar tashvishga tushib, Pokayning orqasidan bo'yinlarini so'zib, o'tgan kashkanlardan nima ish bo'layotganligini surishtirishadi. Yigit itini yetilab, odamlar to'pini arlamoqda edi. U bu yerdan Hasan Darvishni izlab yuradi. U Darvishning Aqsuga kelganligidan xabar topgan edi. Qashqardagi voqealar to'g'risida eng ishonchli xabarni faqat Hasan Darvishlar so'zlab berishi mumkin edi. Yigit beshiga ko'la, ustiga uzun chapon kiygan har qanday odamning oldiga o'tib qaraydi. Odamlar to'plangan barliq so'rin hamma choyxonalarga bir-birlab kirib o'tadi. Otliq yigit Aqsu shahri ichini ayni shundoq qidirib yurganda, Hasan Darvish shahar chetidagi xilvat bir choyxonaga kirib keldi. U choyxona ichidan bir chaynak choy so'radi. Choychining o'zini divona deb o'ylab qilishidan ansirab, dasturxonga oldin bir necha yarmoq tashladi. Choychi choy keltirgandan keyin u qo'ynidan bir parcha qattiq non bilan bir siqim o'rik meg'izini elib patnusga to'kdi-da, mustahkam tishlari bilan qattiq nonni ko'rsildatib chaynab va har qitimda bir necha tal meg'izni qo'shib kap etib, ishtiho bilan oziqlanishga boshladi. Yillar bo'yi o'tning oldida turib qaradab ketgan puchuq chaynakning cheyi puraqliq ham lazzatli edi. Issiq choy Darvishning badanini qizitib, hordiqini olgandek bo'ldi. Dal shu chog'da choyxona oldiga otliq bir kishi kelib to'xtadi. "Hey, choychi ustam, bu yerga Darvish sifat bir mehmon kelgandek bo'ldimi?" "Qani, otdan tush enim. Shu tapda sen aytgandek bir kishi choy ichib o'ltiribdi." Yigit
etidan sakrab tushib, atni eriq bo'yidagi so'gatga bog'ildi da, atqa biroz yem berib qo'yishini topilab, choychining qo'liga pul tutqizdi. Assalomu alaykum Hasan tog'a. Yigit choyxonaning qiysiib ketgan pakar ishigidan engishib kirib, darvishning qilin chang bosgan chopinining peshidan so'ydi. Salaming Xudoga qabul bo'lsin, o'g'lim Boqi. Darvish yigitning peshonasidan so'yib, uni o'rnidan turg'izdi. Sizlarning Aqsuga kelganliklaridan xabar tepib, xo'shal bo'lib, butun shaharni izlab chiqdim. Darvish Boqiga bir piyola choy quyib so'zladi. Varang-churong ko'p joyda fikr chechiladi. Bekarchi to'la o'rinda pitni pasat ko'p bo'ladi. Tag'an xoliroq joyni izlab bu yerga kelib qoldi. Qani, nonga ig'iz tekkin. Darvish bilan Boqi choy ishgash paranglashdi. Darvish Qashqarda bo'lib o'tgan ishlarni qisqacha so'zlab berdi. Çinlashkarlari nozugumni sürgünlər bilan billa akilib atadi. Men ularni Shakarkul bo'yidagi yo'lda yondab o'tib ketdim. Ularni otliq 500 lashkar qo'riqlab kelmoqda. Sening ishlaring qandoq? deb so'zini oxirlashtirdi Darvish. Mening atrofimda 10 kishi bor, hammasi qo'rqimsiz yigitlar. Biz bu atrofdagi cho'llardan o'tgan har bir lashkarning jiniga xavf selib yuribdimiz. Men nozugimni ularning qo'lidan cho'qim ajirtib olaman. Bu yo'lda yoki men o'laman, yoki maqsadimga yetaman. Sizlar qayerga qarab safar qildi, lekin bilishga bo'larmi? Men sizlarni izlab topmoqchi edim. Nishonamga yetdim. Mening maqsadim xoin Sidiq Xo'jani jazolash. Uning xalq oldidagi jinoyati chekidan oshdi. U yana bu qitim ilig'imongan lashkarlarga yo'l boshlab ketib boradi. U Ili Jangjun mahkamasidan cho'ng mansab ilib qaytmoqchi. Men uning iflos hayotini o'z qo'lim bilan bururroq tamomlashni xohlayman. Həbbəlli. Boqi tugilgan mushtini dasturxon ustiga qo'ydi. Bu xoinga jazo berishni bizmi xeyli burunli o'ylashib qo'ygan. Shundaqmi? Albatta, biz uni bu qitim omon qo'ymaymiz. Xo'sh, undaqda sening oldingda ikki cho'ng ish turibdi. Biri oshiqingni yovning chanqilidan qutuldirish. Yani biri xoinning adibini berish. Sen bu ikki cho'ng ishning qaysini oldi bilan o'rinlamoqchi? Darvish o'skilan qoshlari ostidagi o'tkir ko'zlarini Boqiga tikdi. Lashkarlar Aqsudan o'tib oldimizdagi uzun cho'l yo'llariga tushganda, Xudo nasib qilsa, odamlarim bilan ularga qoplandek tashlanib, hamma xoinni jazolayman, ham nozugimni qutuldirib olaman. Darvish soqollarini titirtib kulib ketdi. Xudo yaxshi niyatingga yetkazsin, o'g'lim. Sen texi yanala bola. 10 necha odam bilan 500 kishilik cho'ng qo'shinga chiqilish tuxumni tashqi urgan bilan barobar. Bilib qo'y, yaxshi yo'lboshchi o'z odamlarini xatarga boshlamaydi. Boqi o'rnidan chachrab turib, Darvishning qo'lini tutdi. Tog'a, o'g'illari texi go'dak. Aytsizlar, sizlarcha qanday qilganimiz tuzuk? Darvish o'z planini Boqiga so'zladi. Ularning suhbati shu tariqada yana yarim soatcha davomlashgandan keyin ular choychi bilan xo'shlashib yo'lga chiqdi. Qani o'g'lim, sen etingga min, men piyoda manaman. Xayr,
Xudo salomat qilsa, so'rgillardan bir kun ilgari sizlar turgan yerga yetib boraman. Baqi etig'i minib yo'lga tushdi. Darvish orqasidan uning qarasi yutkicha qarab qoldi. Yoshliq. Sen tavakkulchilik, nodonlik, aldiraqsonlikqa o'xshash har xil illatlarga ko'milgan bo'lsangmi, yanada go'zalsan. Darvish shu tapda o'zining yoshliq kunlarini asladi. Bir chaqlarda u Qashqar ko'chalarining biridagi egiz suvadan terakka yo'linib, kech-kechalab turgan edi. To'lin oy osmondan o'z nurini sexiylik bilan to'katdi. Yiroqlardan yo'lovchining so'zib aytgan naqshisi anlatdi. Yosh Hasan udulidagi boloxonaliq uyning panjarasiga ko'z uzmay qaraydi. Ba'zida u ko'rishga tashna bo'lib yurgan jononning jamoli panjardan lip etib ko'rinib qoladi-da, yo'qolib ketadi. Bechora Hasan shuningga bo'lsa-mu qanoat hosil qilib, xo'shal bo'lib qaytadi. Bu uning madrasada o'qib yurgan chaqlari edi. Sinchi molla bola talibdiki bu o'zgarishni bayqab qoldi. Bir kuni u Hasanning qizga beg'ishlab yozgan she'rlarini qo'lga tushirib olib, uningga 30 dar urg'izdi. Hasan muhabbatning bu dastlabki ochiq sovg'asini tishini tishlab turib qabul qildi. Bir yildan keyin uning oshiq bo'lgan qizi o'lib ketdi. Lekin bu qiz Darvishning ko'nglida bir umr saqlanib qoldi. Yoshlik nima degan yaxshi? Birinchi muhabbatning o'ti qanchalik o'chmasa? Hasan Darvishning esiga shu tapda qaysi bir shoirning muni she'ri kelib tushdi. Afsuski, yigitlik mavsumi o'tdi, ko'klam uzab ketdi, qish fasli yetdi. Yoshlik deb atalgan u shodlik qushi, bilmadim qachondir keldi va ketdi. Dunyoga kelib ketmaydigan nima bor? Darvish ochiq bir kuldada sapoyisini chelib yo'lga tushdi. Demek qaysari azim etkün manga yo'q ixtiyori oxir. Qazo ilkiga bermişmen inanu ixtiyorimni. Tügendi eşik külkün, emdi qalmış zərbirane yüz, pelek zulmi bedel qıldı, xazan birlə baharımni. Mənisi, nəge mangdan dep soruma? İxtiyar özümde emas, ixtiyar tizginimni taqdirinin ilkiga bergenmen. Qizil güldek yoshliqim tugab, zəbran çırayım qaldı. Pelek zulumi baharımni xazonga aylandırıverdi. Altıncı bab. Qonalg'uda. Muzdavanning yo'lidan o'tmasga amal bormi? Ili xo'g'a barg'ucha jinimiz aman bormi? Xalq dastoni Nozugumdan. Çin lashkarlari sürgünlerini qanchalik qamchilamasin yo'l yanala avmidi. Kunduzlari cho'l qattiq isib, qumluqda oyoq yo'tkab menish azob bo'ladi. Mang'almay so'rilib qolganlarni lashkarlar rahimsiz holda chepib tashlashadi. Ba'zida o'lgan ot va to'gilarning yuklarini sürgünlerge ortib qo'yishadi. Çöl yolida arg'amchidek so'zilib kelavatgan odamlar ustida qo'zg'ullar agib uchishadi. At to'gilardan chiqavatgan issiq tiniq, odamlarning badanidan ko'tarilayotgan ochiq tarpuriqi. Bularning hammasi qo'shilib kishining ko'nglini oynatqudek sesqichilik paydo qiladi. Faqat köydürüp turgan quyosh o'ltirishga boshlagandan keyinla salqin cho'l shamili paydo bo'lib, odamlar qiynab nafas elishib, yeniklashib qolgandek bo'ladi.
Yerlik hökumətlərə Qashqar topulağını besiqdirib qaytqan ləşkərlərini yaxşı kütüb eliş toğrısıda yarlıq düşürülgən idi. Sürgünlər bilən olcu mallarını əkiləvatqan bu çoğ qoşun, çoğ kiçik bazarlarga yaqınlaşqanda yerlik əməldarları ularının aldığı çıxatdı. Hər biri ötən və qonalğularda kelevatqanlar üçün aldın qazan esilib turatdı. Aldı bilən çın ləşkərləri gızalanıb, andın aşqan-taşqan nərslər sürgünlərə üləşdirilib berilədi. Bugün ular aldıdaki ötənge yetib baralmay, çöldə də toxtab qondu. Ləşkərləri əməldarları üçün aldırab tenəb bir qança kegiz öy tikişdi. Tögülər uçuq dağlığa dairə qilib çöktürülüb, sürgünlər keçisi keçib ketməsin üçün putudan zəncirləri bilən bir-biriga çetib bağlanıb, tögülərinin otursığı orunlaşdırıldı. Ətrafda ləşkərlər gülxan yıqıb yetişdi. Şu tapda neraraqdı ki, çoğun gülxanның ətrafıga bir muncha ləşkərlər oluşub alğan bulub, oturdu olturğan qeyraraq ləşkər nemi toğrısıdır, qızışıb, hekaye qilib berib atadi. Ha, shunda qilib, mi yıqıldımı? deb sual qo'yib oldiratdi so'zlik uchun bir lashkar. Pah, uchinchi odimimizmi qilishib yiqildi. Biz bir qanchamiz heliqi to'polonchini qislab keldik. Yaqinlab berib qarsam, va, texi og'zidan onasining suti ketmagan bir shumtak ekan. Men orqasidan kelib, dal uning bo'yniga qartib qilish urdim. Pah, qandoq bo'ldi bilmadim, qilish uning beshiga sal-pal tegibla o'tib ketdi. Uning cho'kirib kiyib olgan to'miqi beshidan uchib ketdi-da, uzun chechi cho'vulib orqaga tushdi. Boshda men, "Hoy, bu bizning to'g'rilarimizdan birarmi qandoq?" deb cho'chib ketdim. Obdan sep salsam, oldimda turg'ini bir qiz ekan, qiz. Men voh devetdim. Yenimda turgan bir neçeylanma tangla voh devitişdi. Uning chechiga qarab tingirqab qolgan lashkarlarning biri shu zamonli qilishib yiqildi. Shu asnoda u etini devitib, bizning qo'rshovimizni yerib chiqib ketmoqchi bo'lgan edi. Biz uningga biraqli yo'pirilib berib bog'lab oldik. Pah, tozimi yomon nima ekan? Men shu yeshimga kelib, mundoq so'qishgan ayolni ko'rmagan edim. Nemishqa uni shu yerda chepib tashlamadinglar? Chepib tashlamoqchidik, lekin lashkar boshlig'i uni ko'rib, "Pah, nima degan go'zal nima bu? Uni iliga opirib, Jongjunning o'zgili so'g'i qilib, inomalimiz" deb qoldi. So'qishda ayollarning chiroyi o'z jiniga zomin bo'lganligini ko'rgan edim. Bu qitim bu o'zining go'zalligi bilan omon qoldi. Yo'l bo'yi naqsh etib kelayotgan heliqi qiz shumi? Ha, o'zi shu. Lashkarlar Nozgumning tuman bo'yidagi jangda ko'rsatgan qahramonliklari haqida hikoya qilishayotgan chaqda, u sürgünlər orasida qo'ng'ir cho'l osmoniga qaraganicha xiyol surib yotadi. Shu tapda uning og'riqchan otisi nima qilyotadi ekan? Nozgumning onasi kichik chig'ida o'lib ketgan edi. Bu mehribon kishi uningga ham ota, ham ona bo'ldi. Hozir uning holidan kimlar xabar eliyotadigandu? Boqchu. O qayerlarda sarkardan bo'lib yuradigandu, ha? Nozgum yo'l bo'yi qechish xiyolini o'zidan ner qila olmadi. Lekin lashkarlarning nazorati nihoyat qattiq edi. Nozgum bütün mo'ngini naqsh qilib aytib keldi. U lashkarlar tildisimi, ursimi aytaverdi. Axir lashkarlarimi urib tillab zerkib uning mayliga qo'yib berdi. Nozgum xiyol bilan uyoq bu yoqqa o'rilib uxlay olmadi.
Çöl asmanida sansız yıldızlar cimırlaydı. Etraptın tögülərinin pışıldaşları, atlarının ot yeyişleri, sörgüllərinin uluq kiçik tınğan avazları anlanadı. Pat-pat panus götürgen qoruqçılar uyaq buyaqqa ötüp qaladı. Tütəb köyüp atqan gülxallardan çöl ösümlikləri iltisinin puraqlıq isi kelip dimaqqa uruladı. Kegiz öylərdən məs bolup qalğan ləşkər başlıqlarının varqıraşları anlanadı. Şunun bilen mening yaşlığım tügigenmidi. Eliği barganda aciz beşimga neme günler düşer? Nozugum şundaq həsrətlik xiyallar bilen uyquğa ketdi. O düşüde atısını gördü. Ata anarlıq bağdaki supada oldurup Nozugumni çağırattı. Nozugum! Nozugum bu avazdan uyg'unib ketdi. Nozugum kızım, bu sizmi? Uni rastılma biri chaqirayotganda qiladi. U o'ng yeniga o'rilib, qishida yukunib o'ltirgan saqolli kishini ko'rib, cho'chib ketdi. Nozugum, qo'rqma qizim, bu men, Hasan Darvish. Hasan tog'a? Hasan Darvish qizning yeniga qiysaydi-da, uning og'zini aloqini bilan to'sidi. Astroq. Tog'a, bu tushimmi, o'ngimmi? Sizlar bu yerga qanday kelib qoldilar? Tushim emas, o'ngim qizim. Çöl şamallari manga sizlarning puruqinglarni yetkizdi. Qizim, manga agishib qechib chiqib ketalamsa? Tog'a, bizning putlarimiz bir-birimizga chetib kishanlangan. Hasan Darvish Nozugumning oyog'ini siladi. Mustahkam temir zanjir uning qo'liga urildi. Hayriyat, dedi Darvish. G'ayratlik bo'l. Xudo sana ozodlik nasib qilg'uchi bo'shashma. Men bu tarafga manganda atang sana salom etdi. Seni pok bo'lsin, xalqiga, muhabbatiga sodiq bo'lsin dedi. Bu atangning sana avatgan sovg'asi. Nozugum Darvishning qo'lidan ig'ir po'lat xanjarni oldi-da, yo'shirdi. Qizim, aytqina, Sidiq xo'ja qayerda? Sidiq xo'ja? Nozugum saskinib ketdi. U yuzsiz hech kimning chiroyiga tik turib qaray olmaydi. Lashkarlarmi uni oraga olmaydi. U oldi tarafda ko'rinib turgan kegiz uylarning eng chetidagida yolg'iz turadi. Xayr qizim, omon bo'l. Darvish qandaq tez paydo bo'lgan bo'lsa, qorong'ulik ichida yana shundaq tez g'oyib bo'ldi. Nozugum uningdan otisi, boqi va yana nimalar to'g'risida ko'p narsalarni so'ramoqchi edi. Ammo ulgurolmadi. Nozugumga buning hammasi bir tiniq ichida bo'lib o'tgan tushdak bilindi. Lekin bu tush emas edi. Onun qo'lida otisining o'tkir xanjari yaltirab turadi. Chin lashkarlari Sidiq xo'janing yo'qolganligini tong yo'rg'andan keyinla sezdi. Ular Sidiq xo'janing o'zi qechib ketganligi yoki uni boshqalar elib qochganligini aniqlay olmadi. Sidiq xo'janing yo'lda menadigan oq qashqaliq eti kegiz uy yanada bog'liqliq turadi. Xo'janing o'zi bilan birga elib mangan oltin kumushlari o'z joyida qolgan edi. Lashkarlar atrofga ot selib, xeyli yiroqlargacha izlab beribmi, quruq qaytishdi. Kechadan beri chiqqan cho'l shamili qumlarni har tarafga eqitib, hamma izlarni ko'mib tashlagan edi. Yuqorida anglaganingiz Mamtimin Hoshurning Nozugum nomli povesti.
Bugun mushunchalik o'qiymiz, davomiga diqqat bergaysiz. Xayr xo'sh, omon bo'ling. 2022-yili yanvar Janbada unga elindi. Mikrofon oldida Nuriya Rahman, Dilfuruz G'ani tayyorladi.